Yangiyo'l tumanida joylashgan Umid mahallasi tumandagi og'ir mahallalardan biri hisoblanadi. Qozog'iston Respublikasi chegarasida joylashgan bu mahalla bir nechta muammolar bilan to'qnash keladi va tuman mutasaddilari bor e'tiborini aynan shu mahallaga qaratib kelmoqda. Jumladan mana shunday muammolardan biri mahallani Yangiyo'l shahar dehqon bozori, qolaversa tuman markazi bilan bog'lovchi asosiy yo'nalish 223-yo'nalish aynan Damas avtomobillari bilan biriktirilgan. Toshkent viloyati transport boshqarmasi tomonidan belgilangan tartibda o'tkazilgan tenderda Baraka Avto MChJ aynan shu yo'nalishni yutib olgan. Tender talablari esa butun respublika bo'yicha aynan asosiy talablari bor. Ulardan biri tenderda yutib olgan MChJ o'zining avtomobillariga ega bo'lishi shartligi, A va B nuqta grafiki to'liq tasdiqlanganligi, shuningdek yo'nalish xaritasi bilan ta'minlanganligi va A nuqtada garaj sifatida o'zining ma'muriy binosiga ega bo'lishi, u yerda tibbiyot xodimi, texnik usta xodimlar bo'lishi shartligi, har kuni avtomobillar qatnovga chiqishdan oldin haydovchilar tibbiy ko'rikdan, avtomobillar esa to'liq nazorat ko'rigidan o'tkazilishi shart etib belgilangan. Lekin ochiq manbadagi ma'lumotga ko'ra, Baraka Avto MChJ Yangiyo'l tumani Navbahor qishloq fuqarolar yig'ini, Registon mahallasi, Registon ko'chasi 56-uyda joylashgan deb belgilangan. Bundan shu narsa ayon bo'ladiki, bu MChJ o'zini maxsus garajiga, o'zining tibbiyot xodimiga, o'zining avtomobillar nazorati bo'yicha mutaxassisiga ega bo'lmasdan turib 223-yo'nalish bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Va ajablanarli jihati, shu yo'nalishda haydovchilik bilan shug'ullanib kelayotgan insonlarni aytishi bo'yicha har kuni 30 ming so'mdan naqd ko'rinishidagi pul mablag'larini yig'ib olmoqda. Lekin haydovchilarga majburiy bo'lgan litsenziyalash ishlari olib borilmagan. Juda ko'p haydovchilar litsenziya uchun ham alohida pul berishgan. Juda ko'p muammolar qatori yo'l harakati xavfsizligi xodimi, qolaversa prokuratura huzuridagi departament bo'limi xodimlari tomonidan nazorat tadbirlarida turli xil jarimalarga tortilishiga va hattoki sudga borishga majbur bo'lishmoqda. Biz turgan joy Yangiyo'l tumanining Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lgan Umid mahallasi. Bu mahallaga juda ko'p bora tashrif buyuramiz, murojaatlar bo'yicha, har xil tadbirlar bo'yicha va bu yerda bilamizki, aholi qatlami o'rtadan ham pastroq qatlam hisoblanadi va ularga yaxshi sharoit kerak. Mana shunday sharoitlardan birini aynan yo'lovchi tashish avtomobillari hissasiga to'g'ri keladi. Chunki shahar tuman markazidan, qolaversa Yangiyo'l shahar dehqon bozoridan bir necha kilometr uzoqlikdagi bu mahallada aynan shu muammoni yo'nalishli avtomobillar, ya'ni Damas avtomobillarini qo'ygan holda Baraka Avto MChJ qo'lga kiritgan, tender asosida yutib va bugungi kunda bu holat bo'yicha aynan haydovchilar o'rtasida norozilik mavjud. Ya'ni Baraka Avto MChJ tomonidan noqonuniy ishlar amalga oshirilmoqda. Ben brigaderim atamaslarını. Oppat transportı yakın kelyapti. Kelganimizda aytdim. Bitta mendan qo'llarimdan 1 million 200 dan pul yo'qolgan. 1 million 200 dan kimdir endi to'liq bermagan, 600 ming, 800 ming, 900 ming pul berilgan. Nima uchun yig'yapsan degan. Litsenziya qilib beraman. Olgan pulni. Undan darak bo'lmadi. Lekin shu meni ichida men qilib bermading qo'llarimga litsenziya. Akabda mana yomg'ir qo'yimda o'sib turgan ichida, shu turgan joyga soyabon qilib beraman deb, undan ham bo'lmadi. Yozman o'tib ketdi. Mana qish kirdi. Bu yergami shu yoqda sintirib, bozorda yomg'ir joyda olamiz odamni. Men shuni nima qildim, keyin ikkalasini nima qilib oldik. Men aytdim, yo'ldan to'g'ri qilib qo'yish kerak bolalarni. Kimdir dadasini deb chiqadi, kimdir akasini deb chiqadi. Bu litsenziya pul berdim chiqyapti. Hech qanaqa qog'oz yo'q buni. Noqonuniy qilyapti degan bo'lsa, aytdim. Keyin men ustokalar bilan bordim. Toshkent tumaniga tegishli joyga borib ko'rsatdim. Ertadan keldi. Natija bo'lmadi. Ishtirab jarima chiqarib berib demiş. Shunda 100 ming marka chiqargan ekanmi? 40 million 100 qancha ham chiqadi degan ekan. O'sha jarimalarni dedi, kelib dedi, haydovchiligiga yo'yaman dedi. Ya'ni MChJ uchun chiqarilgan
Jarima, belgilangan jarima haydovchilar gardaniga yuklangan. Yuklandi. Nima uchun bunaqa? Bermasang bunaqa bitta yurmaysan, departamentga olib kelaman, gapga. Olib kelsang o'zing shu biz pulimiz berib qo'yganmiz. Kuniga chiqqan kunimizga 30 ming beramiz. Chiqqan kunimizga 30 ming beramiz. Har kuni 30 mingdan nechta avtomobil harakat? Bitta liniyada 25 ta. Ikkita liniya. Jami 50 ta bor. 50 ta. Ha, 45-50 ta bor. 50 ta avtomobildan har kuni 30 ming so'mdan 30 naqd ming pul pul yig'iladi. Nima bo'lyapti? Biz qo'y deb chaqiryapti ekan. Bunaqalari ham bor, hammasi yozilgan. Bular hammasi qo'yiladi. qo'y deb haqorat. Haqoratlar qo'yiladi bular hammasi. Degan joylari ham bor. Endi bitta qanaqa nazorati bormi o'zi? Qizil hudud bo'lsa bir reys qilamizmi yo'qmi shu 30 mingga berib O'rtacha necha pul topadi bitta haydovchi bir kunda? mana haydovchilarni bilman. Men chekijot taqir gapiryapsizlar bular haydovchi bilan gaplashib oldi demak. Minimalni 200 ming topadi. Rasa topilsa bu yoq. 200 ming. Endi rasxodlarni ayirib Rasxod mana gazga gazga qilamiz. 60 ming gazga. 30 ming. Lisenziyaga beramiz o'sha yerda. 12 ming stenkaga beramiz. Ha, 12 ming stenkaga beramiz. Bo'ldi shu. Demak Adresi bilan topilgan kunlik daromadni yarmi aynan ketmoqda va qo'shimchasiga 30 ming yuklama, ya'ni shu gruz deyiladi. shunaqa qilib qilindi. Va aytdim, mana shu 30 mingni bermasam, so'ngsam bo'shatib qo'y joyda chiqib ketdi. Qayoqqa chiqib ketamiz? Nima qilyapmiz? Baribir Tilafameli shu mahallada Shu mahallada Umid mahallada Bu yerda tender o'ynalgan ekan, u bola tender o'ynab, bu yerda menga chiqarib berib, Toshkentga ishga joyga borganimda 25 ta grafik bo'yicha yurish kerak edi amalda. Yani bu yerda 25 ta oshig'ida, qani deb ta'lim liniyada yurgan mashinalarning nomerini topib berdi. Yo'q, bu yerda 7 ta mashina chiqib qoladi. 25 ta 7 ta mashina. Endi men bunga aytdim, aka qilgan ekan. Endi ishlar qo'ygan, buni to'g'rilab qo'ygan. Aka joyini almashtirib beraman. Ularni chiqarib olib nima qilaman? Almashtirib 5 ming so'mni yutilgan nima ekan dedi. 5 ming so'm yutgan ekan dedi. Ha, demak tender talabidan biri yo'l kirani minimal miqdori 5-6 ming so'm bo'lgan. Bugungi kunda necha pul bor? Nima qilib bo'lgan ekan. Endi bizni sal yordam beradigan nima qilib ko'ryapti, yordam ko'ryapti. Bizga u sizlar bilan mayli siz bizdan ishlagimiz kelmayapti. Keldi qarshi Damas avtomobil bor. Mana shu liniyaga qo'shilmoqchisiz. Kimga uchrashgansiz? Birinchi dastavval. Endi biz brigadirga Brigadirga borilgan. Sizga ham xuddi shu talab etilgan. Kuniga 30 ming so'mdan berasiz. nima degansiz? Hammasi to'g'ri-da bu. Lekin misol qaranglar, sizlarga savolda yo'lda deylik sizlar uchun harakatlanishingiz uchun ularni maxsus garaji yo'q, garaj yo'q. Garaj yo'q. Tibbiy ko'rik nomidan Ko'rik yo'q, unaqa narsalar ko'rmaganmiz. tibbiy ko'rik pechatini kim uradi? Endi o'zi uradi ko'proq. Yana yonida Pechat urib beradi, nima pechat u qaramay pechat urildi deb ketadi. Pechat urib beradi. Mashinani tezlik nosozligini aniqlashchi har kuni ertalab kechqurun aniqlanishi kerak. Yo'q, unaqa narsalar bo'lmagan. Ko'rmagan. Unda faqat pechatli qandaydir qog'oz beradi. Deylik GAI xodimi to'xtatdi holatda. Shu holatda to'xtat degan joyga ham qo'shimcha qilib ketgan bo'ladimi? Endi bular aytayapti, nima deyapti? Qo'shimcha holatda masalan meniki 2018 mashinam, buniki 2015 masalan. Buyoqniki ham 2015. Bularga nima deyapti? Shu tegishli hujjatlarni ko'rsatmanglar GAIga. Sizlar chiqmay turinglar. Yili yangi mashinalar yursin. Tepadan tekshirib kelgan yili yangi 23 mashinalar yursin. Sizlar chiqmay turinglar. Sen shu pulni olgansan, bir kunga hech bo'la qilmaysan. Aytdim, bir kun ichida kim kelib ketyapti, kim kelmayapti. Shularni qo'lyapti, boshqa qilyapti. Shularni qolganida GAI jarimasi O'zimiz to'layapmiz. Sen shularni qolsa, men jarima to'lab beradigan joyi yo'q. 30 mingdan 50 ta avtomobildan har kuni naqd pul yig'ib olinadi. Baraka avto MChJ rahbariyat yo'nalishda biz. 223 yo'nalish. Aholi qanday fikrda? Yo'lkirani narxiga. Aholi rozi. Markazdan kirib olib qo'yamiz uyigacha. Yo'lni holati bor. Pulimiz yo'q desa ham shuni yoqib tashlab ketamiz. Bo'ldi nima deymiz? Aholidagi sanaqamiz yo'q. O'zimiz mahallada hammasi tanish. Aka, uka. Shu 50 ta Damas qarshi aholiniki. Shu mahallalik shu. Yani 50 kishi qaysidir ish bilan ta'minlangan. Lekin qaysidir ishlayotgan pulini teng yarmini har kuni sovurishga majbur. Hattodan tashqari. Sizlar ham 30 mingdan yig'ib olishadi. Hammadan yerda mana qilgan. Sizni avtomobilingiz nechinchi?
2007. Xuddi shu holat bo'lganmi? Bugun komissiya bor, siz chiqmang dam oling. Demak, bu qonunga to'g'ri kelmaydigan holat. Shu joyga diqqat qilinga, haydovchini aytishi bo'yicha Baraka avto MChJ rahbari pul yig'ayotgan jarayonda departament maxsus xodimlari tomonidan qo'lga olingan va unga nisbatan ish ochilgan, ammo bir necha kundan so'ng ish qayta yopilgan. Bu bo'yicha albatta Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan qisqa ma'lumotnoma kutib qolamiz. Eng asosiy jihatga e'tibor bering. Deyarli barcha 50 ga yaqin haydovchilar Baraka avto MChJ rahbariyatidan norozi va ular bilan birgalikda ishlamoqchi emas. Voqeaga oydinlik kiritish maqsadida butun jamoa grafik bo'yicha qatnovchi haydovchilar choyxonada yig'ilganda buni shaxsan o'z ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik va choyxonaga Baraka avto MChJ rahbarlaridan biri ham tashrif buyurib, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan. Agar bizdan kimdir norozi bo'lsa, biz tenderni bekor qilamiz, chunki bizni xohlamagan haydovchilar bilan biz ishlay olmaymiz, deya o'z fikrlarini bildirib o'tgan edilar. Ben okey diye merkez kibirlemem çıkmayın o. Burası en doğru çünkü bu yan merkezinde yürüp kalıp zıpıştaki ben işletim. Abdülaziz sizden çıkarttı şey. Bu mavzuni yoritar ekanmiz, Baraka avto MChJ rahbariyati oddiygina shart qo'ydi. Biz bu liniyani o'zingiz xohlagandek yurgizishingiz uchun tashlab, boshqa liniyalar bilan shug'ullanamiz. Bu yo'nalish sizlarga, chunki siz va biz norozi kayfiyatda ishlay olmaymiz. Xalq jabr ko'radi deya izoh bergan edi. Ammo bir kun o'tgach yana pul yig'ish jarayoni guvohi bo'lishgan. Qancha bunga yozilgan, qancha tez bersa tez bitadi ishi. Keyingisi menga Va mana bu video lavhada ko'rib turganingizdek 30 ming so'mdan barcha haydovchilardan naqd ko'rinishida pul yig'ib olinmoqda. Qisqa xulosa: yo'nalishli avtomobillar qatnovida Transport vazirligining, qolaversa Vazirlar Mahkamasining bir nechta qaror va talablari bor. U talablarni bajarmagan tender g'oliblaridan tender olib qo'yiladi va aynan shu 223-yo'nalish olib qo'yiladigan tenderlar toifasiga kiradi. Tender shartlari to'liq bajarilmagan. Bu bo'yicha albatta Transport inspeksiyasi tomonidan maxsus o'rganish olib borilishini va qonuniy hujjatlarga amal qilinishini to'liq nazorat etishlarini so'rab qolamiz. Chunki Yangiyo'l tumanidagi Umid mahallasi og'ir toifali hududdir va bu yerdagi 50-60 nafar erkak kishilar borini tikib shu yo'nalishda uyga 4 ta non olib kirish uchun tunu kun xizmat olib borishadi. Yangiyo'l tuman mutasaddilari bu muammoga jiddiyroq e'tibor berishlarini va qonuniylik buzilgan holat bo'yicha huquq tartibot idoralari o'z fikrlarini qonuniylikni ta'minlash bo'yicha o'z nazoratlarini olib borishlariga ishonamiz. Va shuni istardikki, Baraka avto MChJ tomonidan ko'rsatilgan manzilda yana boshqa bir MChJ ham ochilgan va uning ta'sischisi ham To'laganov Abdulaziz hisoblanadi. Bundan nimani anglash mumkin? Bu MChJ tomonidan bir nechta yo'nalishlar nazorati olib borilmoqda. Xususan, Halqabod Niyozbosh yo'nalishida qatnashi kerak bo'lgan gazellar negadir Niyozboshdan emas, bozor oldidan harakatlanadi. Va yana Yangiyo'l shahar dehqon bozori Mirzaboboyev yo'nalishida qatnovchi Damazlar bo'yicha ham xuddi shunday muammo bor. Demak, nafaqat bu MChJni, balki bir nechta yo'nalishlar bo'yicha grafiklarni, tenderlarni qaytadan ko'rib chiqish zarur. Ha, mavzu chigal. Bu holatda aniq qonun buzilish holati aks etgan. Ya'ni tender asosida Baraka avto MChJ tomonidan yutib olingan mana shu yo'nalish Umid mahallasi va Yangiyo'l shahar dehqon bozori 223-yo'nalish ko'rib turganingizdek belgilangan tender shartlari asosida emas, shunchaki shaxsiy manfaatni ko'zlab ishini davom ettirmoqda. Mavzu bo'yicha Yangiyo'l tuman hokimligi, Yangiyo'l tuman prokuraturasi va qolaversa Transport vazirligi Toshkent viloyati boshqarmasi huzuridagi yo'nalishli avtomobillar bilan shug'ullanuvchi maxsus inspeksiya e'tiboriga havola etib qolamiz. Ular to'liq o'rganib, bu bo'yicha aholiga, jamoatchilikka ma'lumot berishadi.